Bu videoda o'rganasiz. Fon uchun bu kabi gradient video tayyorlashni bu ilovada. Ilovani faollashtiramiz. Sizlarga qulay bo'lishi uchun gorizontal bo'lsa ham kattalashtiraman. Qo'shish tugmasi va mana shu sozlamalarda yangi list ochamiz. Reklama chiqadi, o'chiramiz, kerak emas. Xo'sh, qo'shish tugmasi va qandaydir shaklni tanlab butun ekran bo'ylab yoyish kerak. Endi bu unchalik kerak emas. Effekt bo'limiga kiramiz. Yangi effekt qo'shish va qidiruv bo'limidan fraktal deb qidirasiz. Fraktal Ridges effekti chiqadi. O'shani tanlaysiz. Bu yerdan qo'shish tugmasini bosamiz. Endi effekt sozlamalariga kiramiz va rangini o'zgartiramiz. O'zingizga mos rang o'zgartirishingiz kerak. Qorani to'q rangga va oq rangni biron-bir och rangga o'zgartirish kerak. Endi pastroqqa o'tamiz. Mana bu bo'limni, mana shu joyni 2 ga to'g'rilab olasiz. Shunda xuddi shu kabi chiqadi, shunga o'xshash. Agar ko'proq yoki kamroq qilsangiz, biroz g'alati bo'lib qoladi. Bular kerak emas. Bu joylashuvni o'zgartiradi. Bunisi esa ochlik va to'qlikni, yorug'lik va yorqinlik, qorong'ulikni, ya'ni. Bu ham kerak emas, chapga o'ngga o'zgartiradi. Bizga mana shunisi kerak. Birinchi soniyani belgilab qo'yamiz. Keyin vaqtini o'zimizga to'g'rilab olishimiz kerak. Siz o'zingizning ehtiyojingizga qarab vaqtini ko'proq yoki kamroq qilishingiz mumkin. Men 8 soniya qilib oldim va oxirgi nuqtani belgilab qo'yamiz. Keyin buni o'zgartiramiz mana bu yerdan va natijani ko'ramiz. Ko'rayotganingizdek, birinchi nuqtadan keyingi nuqtada berilgan harakat bo'ylab harakatlanyapti. Rangini istagancha o'zgartirishingiz mumkin, lekin yorqin, och ranglardan foydalanishni maslahat bermayman. Chunki biz buni faqat fon uchun tayyorlayapmiz. Shuning uchun ham to'g'riroq rang ishlatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Fon, ya'ni backgroundlarning vazifasi asosiy elementlarini yolg'iz qolib ketmasligini ta'minlash. Shu bilan birga asosiy elementni chiqarib berishga, e'tiborni asosiy elementga qaratishga yordam berish kerak. Endi videoning asosiy qismiga o'tamiz. Tayyor bo'lgan videoni yuklab olish. Buning uchun tepadagi export tugmasini bosish kerak, lekin bu effekt pulli bo'lgani uchun mumkin emas deyapti. Buni bitta yo'li bor. Shunchaki internetni yoqib turib o'shani bossangiz, sizga reklama ko'rish tavsiya etiladi. Reklamani ko'rsangiz, o'shani bepul bir marta yuklab olishingiz mumkin. Keyingi safar ham reklamani ko'rib turib bepul yuklashingiz mumkin bo'ladi. Agar keyingi videolarda mana bu videoni tayyorlanish jarayoni chiqishini istasangiz, izohlarda plus qoldiring.